Xonadonimiz yangi remontdan chiqqan, asosiyat qilingan, asosiy kirish eshigi, proyektini o'zlaringiz ham bilasizlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi xonalar alohida hisoblanadi. Parda gilamlar to'liq qilingan, aboylari qilib qo'yilgan. Birinchi xonasi bolalar xonasi qilishga mos holatda, hamda ikkinchi xonasi kattalar yotoqxonasi qilishga mos hisoblanadi. Tashqi deraza romlari akfaga almashtirilgan, yaxshilardan qo'yilgan. Demak, uchinchi xonamiz zal xonasi hisoblanadi. Bu yoqda esa bizning kattagina kladovka qismimiz mavjud, bilasizlar. Beshitashga panelka domlardan shunaqa katta kladovka ham bor bo'ladi. Va biz zal qismini ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu yerdan parda gilamlari qilib qo'yilgan hamda balkon qismiga chiqish eshiklari mavjud. Va oshxonamiz balkonga ko'chganning hisobiga biza 4 xona qilib ishlatsak ham bo'ladi ushbu xonadonni. Endi bu mabodoga. Va yuvinishxonalar alohida hojatxonasi. Keling. 3 xona 4 xona qilingan holatda mana xonamizni ko'rishimiz mumkin. Oshxonamiz balkonga ko'chgan. Mana bu yerda yana bitta xona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda ham paloslar to'shab qo'yilgan. Balkon qismida tapchanga o'xshab joy qilib qo'yilgan. Mabodoga oila davrasida o'tirib choy ichsangiz bo'ladi buni ustida, xuddi chorpiyada. 10-mikrorayon hududidagi 3 xona 4 xona qilingan ushbu remontli xonadonimizda narxi 575 million so'm. Joyga kelsangiz albatta savdosi bor. Ipoteka imkoniyati mavjud. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ipoteka olsangiz ham bo'ladi. 4-qavatda joylashgan 3 xona 4 xona qilingan holatda. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimiz raqamlarimizni qoldiramiz. Har doimgidek kelsangiz joyda savdosi bor. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi xonadonlarni arzon narxda Navoiy shahar bo'ylab ko'chmas mulk e'lonlarini ko'rib borasiz.